Qonni tozalash kerak. Buni ham ichingni bu kishi tavsiya qildi. Xo'p, bu yurak bilan zop uchun olgansiz lapchatga i ravo keyin tarpedi. Ha. Xo'p, natijasi qanaqa bo'ldi? Qancha vaqt ichdingiz? Bir oy ichdim, terapiyaga qaynatib, yaxshi o'zgarish bo'ldi. Oshqozonim bir tarafi bilan jigar taraflar bir taraf og'riydi. Yurak yana lo'qillab bilinib og'riydi. Umuman og'riq yo'q hozir. Bir oyda. Yaxshi. Ha. Alloh shifo bersin. Dorimni topdim, ozdirib shugagina ishlayapti-da. Ozdirish u tabiiy holi. Bu yurakda nima muammo bo'ladi? Semirishim kerak-da. Semirtiramiz, xavotir olmang. Ozib ketmang, semirtiramiz. Bu yurakda nima muammo bor edi? Yurakda surunkali shamollash chiqaradi nimada? Siz bor. O'zi qilganda surunkali bo'lib ketgan, shu teyliklar bilan shamollash borda. Olgim kelmaydi doktorga. Men shu tabiiy narsalar bilan o'zim nima qilib berardim, keyin shu sizlarni ko'rib shunga keldim-da keyin. Hozir yaxshi bo'ldimi? Peshob chiqdi. Achish oldimi? Shu peshoblar ham hidlanib chiqadi, hozir yaxshi hammasi. Alloh shifo bersin. Siz 3 oy iste'mol qilsangiz, Xudo xohlasa 100% tuzalasiz. Bir oyda mana shuncha natija ko'rasiz. Shu ichsam o tarbiyani toza arqa qarab ketolmaymiz hozir. Yo'q. Hozirgi aytgan retseptni iste'mol qilsangiz, vesiz yig'iladi. Mayiz, arabskiy xurmo, gretskiy orix, zaytun moyi. Mana shu 4 ta narsani aralashtirgan holatda iste'mol qilasiz. Ves ko'tariladi. Keyin